Bugun tandir havosini olishni o'rganamiz. Nimaga somsalar tandirda tashaveradi? Birinchi sababi tuzi pastligi, ikkinchi sababi me'yoridan ortiq yog'li xamirligi. Me'yorini oldingi videolarda aytib o'tdim. Somsalarga tayyor xamirdan foydalandim. Xamir haqida ma'lumotni video tagidan topasiz. Tandirni yoqamiz, o'tinlar tashlaymiz. Tandir qorayib ketadi va sekin chetlaridan oqarishni boshlaydi. Oqargan tandirga ozgina suv sepamiz va tandir ichidagi changlarni toza sochiq bilan artamiz. Tandir tagidagi teshikni sochiq bilan yopib qo'yamiz. Bir dona somsani tandirga tekkizib kutamiz. Somsa o'rni 5 sekundda qoraydi. Bu tandir havosi yaxshiligini bildiradi va somsalarni yopishni boshlaymiz. Agar somsa o'rni 2 sekund, 3 sekundda qorayib ketadigan bo'lsa, hali tandir balandligini bildiradi. Somsalarni yopib, somsa ustiga suv sepib chiqamiz. Tandir parlanishni boshlaydi. 10 minutga dimlab qo'yamiz. Somsa 10 minut dimlanib, ichlari pishib bo'ldi. Endi qizartiramiz. Tandir tagidagi yopib qo'ygan sochig'imizni olamiz va tandir ichiga olov yoqib qizartiramiz. 30 minutda somsalar qizarib, butunlay pishib bo'ladi. Bemalol uzib tanovul qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.